Assalomu alaykum. O'g'rilar ham katta bo'libdi mana. Hammalaring yaxshimisizlar, qadrdonlar. Asaka tumani Qortepa qishlog'idan gapiramiz. Qadrdonlar, Navoiy savxozida, Asaka tumani Navoiy savxozida 6 sotikdan bo'lgan 6 sotikdan iborat uy-joy bor. 3 xona uyi bilan sotiladi. Olmoqchi bo'lganlar bizga chiqinglar, kommentariya yozinglar, nomerlarni qoldiringlar kommentariyada. Biz sizlarga telefon qilamiz. Xudo xolisa. Undan tashqari olmoqchi bo'lgan, uy-joy olmoqchi bo'lganlar ham telefon qilinglar. Pastga nomerlarimizni qo'yapmiz. Xudo xolisa. Uy sotaman, olaman deganlarga, xaridor bor. Uy olmoqchi bo'lganlarga uy-joy bor. Pastga o'zimning nomerimni qo'yapman. Bemalol telefon qilishlaring mumkin, qadrdonlar. Xudo xolisa xizmatlaringdamiz. Havo salqin bo'lib qoldi. Mazza havo bo'lyapti. Hozir bir akamizni uy olayotdi, shuni kelishtirib qo'yganini ketyapmiz, xudo xolisa. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Pastda nomerlarga telefon qilinglar. Uchastka olmoqchi bo'lganlarga uchastkalar bor. Uy joylari bilan sotmoqchi bo'lganlarga xaridorlar bor. Sizlar bilan Shuhratbek Sobirov.